Yusuf aytayotgan narxing bo'yicha ertaga muammo bo'lmaydimi ukam? Rostdan 1,100,000 dan oilaviy klientlar uchun, ha? Aprelning oxirigacha ham deyapsan ukam. Mashina bo'yicha ish kunlariga, shanba yakshanba kun договорный. Xo'p, ulfatligi 1,300,000. 1,300,000 dan qilib berasan. Xo'p, dachani umumiy sharoitini o'zing tushuntirsam yoki o'zim ko'rsatib beraymi videoda? Bo'ldi ukam. Xo'p, qaranglar do'stlar, kirganimizda shunaqangi uyutli hol va zimniy kuxnya, shunaqangi yumshoq stol. Xo'p, ulfatlar bilan kelganlar uchun mana 10 ta kompyuterlar yaxshilari qo'yib qo'yilgan deyapti egalari. Televizor, PlayStation va kolonkamiz bor, yumshoq mebellar qo'yib qo'yilgan. Qarang, keng holda bolalaringiz mazza qilib o'ynaydi va sizni bolalaringiz dam olganda, basseyn cho'milayotganda ko'rib turishing katta panorama oynalar, sfinskiy savnalar, suvlar isitib turibdi. Mana o'tirganda bolalarni bemalol ko'rib turasizlar. Xabardor bo'lib turasizlar bolalardan. Xo'p, bu yerda spalniyamiz bor. Xo'p, bu yerda ham detskiy spalniyalarimiz o'zining sanuzllari bilan qaranglar, dachi haqiqatan tekis bemalol mazza qilib dam olaman deganlar uchun tavsiya eta olaman. Dachi yaxshi, absolyutni xudo olsa, uyaltirmaydigan dachilardan bittasi, pastda vrachga nomeri qoladi, bemalol telefon qilib bog'lanadi. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yamiz.